Avvalambor assalomu alaykum. Husan bobo kanalining obunachilari, bizning kanalimizda bilasizlar, qimorga pul tikish, futboldan kayfni ko'tarish, shunga o'xshaydigan oson pul topaman deb juda ham ko'p harakat qilayotgan obunachilarimiz bor. Qaranglar. Men sizlarga hozir bitta narsa ko'rsataman. Bugun hozir ChatGPT'da bitta narsa ko'rib qoldim. Adin Xpitdan qanday yutsa bo'ladi deb ChatGPT'dan so'radim. Qaranglar. Hozir. Mana ko'rsataman, o'qib beraman. Sizlarga ham ekranga qo'yib berishga harakat qilaman. Savol bor senga. Albatta so'ra deyapti. Savoling nima? Adin Xpit o'yinida qanday yutsa bo'ladi? Qisqa va ochiq aytaman. Adin Xpit doimiy yutishning 100% kafolatlangan usuli yo'q. Bu baribir qimor. Lekin yutish ehtimolini kamida aqlli o'ynash oshirishi mumkin deyapti. Quyidagi xavfsiz va real maslahatlar. Birinchi, misol pul boshqaruvi bo'ldi. Bitta tikishda umumiy pulingning 5-10%dan ko'p tikma, yutqazasan deyapti. Yutqazish darrov qaytaraman deb yutqazish juda ham katta ehtimoli bor. Shuning uchun kamroq 5-10% tik. Bitta sport turiga e'tibor ber. Futbol, basketbol yoki tennis faqat bittasini yaxshi o'rgan. Barcha o'yinlarga pul tikish eng katta xato. Past koeffitsiyentlar xavfsizroq. 1.20 dan 1.60 ga qadar. 5-10 koeffitsiyentlar yutish ehtimoli juda ham kam. Yutqazish ehtimoli katta deyapti. Xpressdan ehtiyot bo'l. 5-10 talab o'yinga pul tikish deyarli yutqazish bilan barobar. Yaxshisi yakka nima deydi? Yakka komandaga tikish kerak. Live o'yinda shoshma. O'yin boshlangandan keyin kamida 5-10 daqiqa kuzat. Statistikani ko'rib keyin pul tik. Bonus va promokodlarni to'g'ri ishlat. Bonus shartlari albatta shartlarni o'qi. Har doim ham bonus foydali emas. Hissiyot bilan o'ynama. Jahl chiqsa to'xta. Maslahatim mast holatda umuman o'ynama. Mast holatda o'ynash zarar deyapti. 100% zarar yutqazasan. Agar xohlasang futbol strategiyasi, live o'yinlar, betting, kuchli bank bilan ishla, kam pul bilan o'ynash hammasini o'rgataman. Qaysi birini tushuntirib beray. Men aytayman yana. Futbol strategiyasini tushuntir. Yaxshi, futbol uchun eng xavfsiz va ko'p ishlatiladigan strategiya bu oddiy qilib tushuntiraman. Eslatma. Bu kafolat emas, lekin xato qilish ehtimolini kamaytiradi. Birinchi strategiya favorit plus past koeffitsiyentlarga tik. Kim uchun bu? Yangi boshlaganlar uchun, misol siz bilan men uchun. Kuchli jamoa va kuchsiz jamoa o'ynayapti. Tikish turlari. Kuchli jamoaning yutishiga tikasan. Shunda birinchi jamoada kuchli jamoaga yutishiga tiksang, ko'proq yutish ehtimoli katta. Bo'lmasa 1x ga tik. Bu yutqazish ehtimolini kamaytiradi. Koeffitsient 1.20 dan 1.5 gacha bo'lgan holatda bo'lish kerak. Undan ko'p bo'lsa qiyin deyapti. Manchester City va outsider bo'lsa deyapti. Manchester City bilan outsider o'ynaysa, men Manchester Cityga tikkan bo'lardim. Xavf kamroq deyapti. Daromad sekin bo'ladi, kam koeffitsient bo'lsa ham. Ikkinchi strategiya total yutqazish kam gollarga deyapti. Gol bo'lmaydi, shularga tikish kerak deyapti. Eng ommabop va foydali usul qanday tanlash kerak? Oxirgi 5 ta o'yinni kuzat deyapti. Har ikkala jamoa ko'p gol urgan. Himoyasi sust jamoalarga e'tibor berish kerak. Yoki ochiq himoyani ochiq ushlab hujumga e'tibor berayotganiga ham e'tibor ber. Eng yaxshi variantlar total 1.5 dan kam, total 2 dan kam, total 2.5 dan kam. Eng anosi shu, birinchi jamoaga. Manchesterga tikilsa. Misol Bayer Dortmund o'ynayapti. 2.5 gol bo'ladi. 2.5 dan bo'lishi 100% deyapti. Uchinchi strategiya har ikkala jamoa gol uradi. Eng yaxshi variant.
qachon ishlaydi? Ikkala jamoa ham hujumkor, himoyada xatolar ko'p bo'lsa, motivatsiya baland bo'lsa, 100% ikkala jamoa gol uradi. O'yinni kuzatyapti. Ikkala jamoa gol uradigan qo'yish ma'qulroq. Koeffitsient 1.60 dan 2 koeffitsiyentgacha bo'ladi deyapti. 4-strategiya live o'yinlar, jonli o'yinlarga eng aqlli va aql bilan sabr talab qilinadi. Qoidalar: dastlabki 5-10 minutda faqat o'yinni kuzat. Zarba, burchak, pressing bormi? Ha, bor. Bor bo'lsa deyapti, pultik favorit bosyapti. Misol 1.5 dan menshi. Birinchiga tikarsan, misol yaxshi bosim bo'layotganga 1.5 dan menshiga tiksang, yutish ehtimoling juda katta. Gol bo'lmadi, lekin hujum ko'p. Keyingi golga tikdi. Keyingi misolni bo'lsa strategiya. 5-strategiya ekspress emas, yakka jamoalarga tik. 5 ta 10 ta o'yinga tikish, deyarli yutqazish. Bitta ikkita jamoaga tiksa bo'ladi. Sababi bir xato bilan hammasi kuyadi, deyapti. Bittasi xato qilib qo'ysa ham. Pul boshqaruvi. Jumladan juda ham muhim narsa bankingda deyapti, $100 pul bo'lsa, bir tikishda 5-10 dollar tik. Undan ko'p tikdingmi, ketma-ket 2 marta yutqazsang, bo'ldi, o'yinni to'xtat, deyapti. Sen to'xtatishing kerak. Bo'lmasa, katta xatolarga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Bugun qaytaraman deb katta tikish eng katta xatolar deyapti. Eng katta xatolar ichida. Sevimli jamoaga ko'r-ko'rona o'ynash ham xato. Statistikani tekshirmaslik juda ham katta xato deyapti. Agar xohlasang, keyingi bosqichda qaysi liga foydaliroq yoki statistikaga qayerdan qaraladi, kunlik o'yinlarga qanday o'qilish kerakligi haqida o'rgataman deyapti. Gap yo'q. Kerakli ma'lumotlarni oldim deb yozyapman. Arzimaydi. Kerakli ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Omad tilayman. Keyingi lekin me'yorni unutma deyapti. Yana savol bo'lsa, albatta menga murojaat qildi. Istagan paytingda yozaver deyapti. Qaranglarda, ChatGPT bizga kerak bo'lsa, futbolga qanday pul tikishtirga deyapti, do'stlar. Sizlar hali ham ishonmay, birovga shubha bilan qarab, qandaydir bitta like bosib qo'ying. Mehnatimiz yoqqan bo'lsa, Husan Bobo kanaliga obuna bo'lasizlar, Instagramiga, YouTube kanaliga bitta like bosib qo'yamiz. Hammaga omad. Bangilab soqqan qilamiz. ChatGPTga yozib qo'yinglar agar nimadir muammo bo'lsa. Rahmat hammaga. Soatimiz ham kechib qoldi, uxlaymiz endi. Charchamanglar.